Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Denov tumanidagi Milliy bank hamkorligida Surxondaryo viloyati Denov tumani Tasmasoy mahalla fuqarolar yig'inidagi 378-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz qishloq xo'jaligi mahsuloti ekilgan. Maydon hajmi 10 gektarni, uzunligi 1450, eni 550 metrni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar pishib yetilmoqda, kovlab olish holatida. Ekinlarni yetishtirish 245 kun, 270 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Begona o'tlardan tozalanadi. Ushbu loyihaga 29 dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 10-40 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani amalga oshirish uchun Denov tumanidagi lider tadbirkor Bahriddin Agro maslahatchi cheklangan jamiyat ishlab chiqarish kooperativ etib biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan taxminiy 35-40 tonna, jami 350-400 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini oshirib borish ko'zda tutilgan.